yo'lovchilarimiz bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Meni hayron qoldira olgan yo'lovchimiz mana shu korobkalarning sohibiga aylanadi. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu korobkani sizga beraman, agar meni hayron qoldira olsangiz. Qanday qilib? Talentingiz bo'lsa ko'rsating. Aktyorskiga She'r aytib bersam bo'ladi? Boshilmaydi. Oylar porlamasa tunlar qarodir. Rasul javob qildi tingra birodar, so'zimni 3 bora quloqqa ilgin. Agar dunyoda imkon topolsang, faqat ota-onangga yaxshilik qilgin. Roziman. Shu sizniki. Qarang, men bu korobka qo'limda turibdi. Mengami? Ha, agar sizda bo'ladi, agar meni hayron qoldira olasiz. Bir korobkani berasiz. Polni korobkani o'zim berib yuboraman. Men yaxshi ko'raman shirinlikni. Birga hayron Bo'ldi. Yeganmisiz siz? Juda ham yoqadi menga. qo'shiq aytib bering. Yo'qlamoqchi bo'lsang bugun kel. Bahonaga ko'nmas endi dil. So'ylinchlar bo'lmagay balki. Kel ko'ngillar sinmayin chil-chil. Don xalq artisti Yulduz Usmonova shunday degan. Eshakda ham ovoz bor. Bu korobka sizlarniki, faqat bo'lishib olasizlar. Endi qanaqa Bo'ldi. Rahmat, bo'pti. Siz yoqaringiz. Sohingiz nima sizni? San'atkorman. Biror narsa chalaveraysizmi? Chalaverasizmi? Korobkani o'zi chalib bersam bo'lmaydi. Qisib oladi shunaqa? Bo'ladi. Eksklyuziv lekin qani? Anjom Nima? polka chalib beraman. Anjom polka? Bo'ldi. Молодец, o'xshadi lekin eng hayron qolganim shu bolaniki bo'ldi. Katta rahmat sizga. Mana shu korobka tantanali sizniki.